Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Bugun mana ustozoda san'atkorimiz Saydaxonim Rametovaning xonadonlarida chiroyli bayram ham bo'lsa, bugun Jumadilla Rametovning 70 yoshlik tavallud shukrona kunlari. Ana o'shaning munosabati bilan bugun xalqqa osh berilyapti. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Oxirgi yangiliklar bizda bo'ladi. Biz ustozimiz Saydaxonim Rametovaga hamda Jumadilla Rametovga baxt tilaymiz, oltindan taxt tilaymiz. Ilohim umrlari uzun, rizqlari butun bo'lsin. 70 yoshi, 170 yoshda ham mana shunaqangi go'zal, maftunkor hamda baxtli oila bo'lib yashashlarini Allohimdan so'rab qolamiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bugungi kuninglar fayzli, barakotli bo'lsin. 70 yoshlik yoshingiz muborak bo'lsin.